Shu savol yana kelibdi. Bu doim keladigan savollardan. Aka, Dubayga borib trading qilsam bo'ladimi? Agar siz hozirgi forex trendga aylangan forex haqida gapirayotgan bo'lsanglar, qizig'i yo'q. Qayerda bo'lishinglar bunga trade qilish uchun. Lokatsiyani almashtirishlarga umuman foyda bermaydi, sizlarga foyda bermaydi. Lekin forexda joizligi yoki joiz emasligi haqida ham men fatvo bera olmayman, lekin shubha bor. Uzoqroq yurish kerak. Investitsiya uchun kriptolar bor. Aksiya sotib olishlar bor. Katta kompaniyalarga investitsiya kiritishlar bor. Shular bilan shug'ullangan yaxshiroq. Lekin sizlarda trade qilishlar uchun shaharlar rol o'ynamaydi. Rol o'ynaydi qachonki siz o'zingiz kompaniyangizni ochib yoki katta investitsiya kompaniyaga ishga kirib, katta millionerlar, milliarderlar bor shaharlarga ko'chib, shular bilan birga ishlash uchun katta shaharlar sizlarga zarur. Yana shu trading mavzusi ochilganda bir gapirib o'tib ketadigan gapim bor. Trade deganda faqat tepaga pastga deganlar tushunilmaydi. Investitsiyalar tushuniladi. Вообще-то men sizdan narsa sotib olib, ya'ni uni kimgadir sotib, mashina, telefon, uy farqi yo'q. Shu narsalar bilan shug'ullanish ham tradingga kiradi. Tradingda yoki вообще-то trade'da o'zbekcha tarjimasi bu savdo sotiq degani. Boshqa narsa yo'q. Bu yerda masalan Dubayda o'zida ham qanaqadir bozor ochmoqchi bo'lsangiz, do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, Trading LLC ochiladi. Masalan, bitta avtosalon ochmoqchi bo'lsangiz ham, masalan, Al Yusuf Car Trading LLC bo'lib ochiladi. Bu savdo sotiq degani boshqa narsa emas.